Qayerlarda yuribsan? Sen yulduzsan bolakay. Bas qiling, biz hisobda ortdamiz. Bas qil, bu sen aybing. 2 kun o'yin yutqazyapmiz. Bitta dona rasm bolakay. Qancha vaqt qoldi? 20 daqiqa. Hakam, o'yinchi almashtiramiz. Bo'ldi qilsangizcha, bu yerga kel Pablito. Darvozabonga pastdan zarba bersang, qaytarishi qiynalar ekan. Qani olg'a. Olg'a, Leo, olg'a. Uning otasi Jorge boshqa ota-onalar bilan gaplashmasa-da, biz bilan juda yaxshi chiqishardi. U juda kam gap kimsa edi. Darvoza ortida o'tirib o'g'lini o'yinini zavq bilan tomosha qilardi. Messi har bir o'yinda gol urib jamoasiga g'alaba berishga harakat qilardi. Ura olmagan taqdirda ham goldan qutqarib qolardi. U faqat oyog'i ostida koptok bo'lishini istardi.